Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikda e-imzo bilan bo'lib turadigan muammolarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. E-imzo dasturi mana sizga o'rnatilgan. Elektron ключам servisda diskret papkasida to'g'ri o'rnatilib qo'yilgan. Lekin saytga kirgan paytingizda masalan ключingizni kompyuter ko'rmasligi mumkin. Masalan, mana endi bilan kirgan paytda ключlar ro'yxati kompyuter ko'rmaydi. Sizda e-imzo dasturi moduli o'rnatilmagan deb yozuv chiqadi sizda. Buni to'g'rilashni o'z yo'llarini ko'rib chiqamiz. Birinchidan bu yog'ini tekshiramiz. Mana bu yoqda e-imzo belgisi bo'lishi kerak bo'ladi. Hozir e-imzo dasturi o'rnatilganligi ishga tushirilmagan. Ikki marta o'tga bosamiz. Tekshirib ko'ramiz. Mana e-imzo belgisi paydo bo'ldi. Demak, e-imzo dasturi bizda ishlayapti. Saytga kirib tekshirib ko'ramiz. Lekin yana shunaqa muammo bo'lyapti. Buni sababi saytni mana bu yerida ustroyствоga biza saytimiz ruxsat berayotgan bo'ladi, shu o'chirib qo'yilgan bo'ladi. Shuni yoqish qilamiz va qaytadan obnoviy berib ko'ramiz. Mana endi ko'rgan payt bizning kalitlarimiz ro'yxati chiqadi va saytdan bemalol foydalanish mumkin.